Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz bizani kuzatib boruvchi xat-izchilarimiz, Alloh taolo barchalaringizdan uzr bo'lsin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid ishlari davom etyapti. Hozir masjidimizga bir qancha birodarlarimiz svin yuborgan ekanlar 10 tonna. Alloh taolo hammalaridan uzr bo'lsin. Xudo xolasa masjidimizning old qismini mana shu yerlarni qo'lni shu almat tashlab siyosat qilish niyatimiz bor. Yangi hisobiga bo'ladi inshaalloh. Mana o'sha turgan joylarni ham siyosat qilish niyatimiz inshaalloh. Mana ofi mujid loyihamizda yutgan. Loyihamiz mana asfalt, ariq hammasi bo'ldi. Alhamdulillah. Masjidimizga olib keluvchi barcha yo'llar ravon bo'ldi. Alloh hamd sanolar bo'lsin. Mana shu loyihaga xizmat qilgan, mablag' qo'shgan birodarlarimizdan ham Alloh taolo uzr bo'lsin. Ikki dunyolarni Alloh taolo o'zi obod qilsin. Hozir mana zaborni ham mana shu ofi mujid loyihamiz orqali qilgandik. Mana shu zaborlarni ham oldini inshaalloh shu armaturni tashlab, Alloh xolasa sement qilish, ya'ni siyashka qilish niyatimiz. 5-6 tonnachala armatur ketadi deb turibmiz. Shunga kimda kim homiylik qilaman deb turgan bo'lsa, shu Allohning baytiga hammalarni kutib qolamiz. Bizga 12lik armatura kerak. Sababi bu yerda kelib katta mashinalar o'tganda ham o'sha siyashkamiz sementimiz yorilmasligi kerak, juda ham mustahkam bo'lishi kerak. Uni taklariga inshaalloh chag'larni tashlab, zasifga qilib, mustahkam qilib inshaalloh siyashka qilamiz. Mana gumbazimiz ham alhamdulillah hozir uzoqdan ko'rsataman. Gumbazimiz ham usti tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana ko'zlarsiz mumkin. Mana shu holatda tosh terildi. Ustalarimiz ham bo'lib inshaalloh uylarga ketdilar. Xudo xolasa bayram o'tkazib, keyin kelib yana ich qismini inshaalloh remontini boshlaylar. O'sha gumbaz ich qismini. Alloh taolo hammamizdan o'zi rozi bo'lsin. Kamida Alloh taolo mana o'zining baytiga o'xshagan jannatda qasrlar bilan siylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.